Voy, opajon, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, Tabriklang, shu yerdan biz ham pul yig'ib oxiri bitta uy oldik. Oy, aman 8 yildan beri men bu yoqqa yashamayman. Voy, nimaga ko'chib o'tayapsizmi hali? 8 yil bo'ldi, hech uyni bermayaptilar, vot qilmayaptilar. Gap shundaki, Buxoro shahar Ibn Sino mahallasida istiqomat qiladigan aholi vakillari mana shu 7 qavatli xonadonlarni sotib olishgan, ammo ularga hali 8 yildirki ushbu xonadonlar rasmiylashtirib berilmagan va ular ko'chib o'ta olishmayapti. 2018 ga shartnoma qilib olganmiz, lekin 7 yildan beri ana sarson bo'lib yozda qishloqda, qishda ijaraga kelib yashab yuribmiz. Bizga ham endi 8 yil bo'ldi, niyat qildik, 1 yilga topshiraman deganga olamiz deb o'ylab pul berganmiz. Endi u pullarni boshqa vaqt, boshqa joylarga ishlatsak, ikkita uchta uy ham olgan bo'lardik. 3 oy 4 oydan beri ijaraga. Onam bilan yashasdim, onamdan chiqdim. Ijaraga qo'ydilar. Akam ham bor, ukam ham bor, hamma o'zi bilan o'zi. Lekin shu o'zimni uyimni vot qilmayapti. Necha yil, 7 yil, 8 yildan beri vot qilmayapti. Usto kirgizdim. Mumkin emas, qilmaysizlar deb baqirib, nima qilib eshiklarni buzib sindilar. Mumkin emas, vot qilishdan keyin mana eshiklarni ana hammamiz ko'chaga qo'yganmiz. Hamma yoqqa murojaatni qildik, lekin hech bir natija ko'rmayapmiz-da. Ana vot bo'ladi deganlarga ham o'sha domchiga 2 oy muhlat bergan edilar, lekin o'sha 2 oydan beri hech qanaqa biz natija ko'rganimiz yo'q. Xo'sh, uylarni rasmiylashtirib berish ishlari qachon yakunlanadi? Bu kechib o'tmasligimiz sababi hozircha qurilishi tugallanib topshirilmagan uylarga kirishga ruxsat yo'q. Xudo xolasa shu bir hafta 10 kunlarga bo'lib qolish kerak. Hozir suvdan, gazdan, tokdan ruxsatlarni oldik. Hamma ishimiz tugadi. Bizning ishimiz ozgina chala joyi bor edi. Listlarimizni 8-etaga chiqarishimiz masalasi edi. Shuni chiqardik. Hammasini bitta hozir kadastrimizga qolib qoldi. Masalamiz hozir kadastr ham xudo xolasa bir hafta 10 kunga qolmasdan bo'lib qoladi. Umid qilamizki, ushbu lavha efir yuzini ko'rgach, quruvchilar ham jonlanishadi va aholi vakillariga ushbu uyni o'z vaqtida rasmiylashtirib berishga harakat qilishadi. Demak, millar ushbu mavzuni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu manzilga yana qaytamiz.